Meni chaqiribsiz? Sen yaramas faol bankni McDonald'slarni o'g'irlaganmiding? O'marganmiding? Sen endi hamma narsa aynab qo'yamiz. Kiyimlaringgacha. Yo'q, mer, yo'q. Yaramas rais mendan uyimda olib qo'yganiga 1 oy bo'ldi. Shunaqa eski, sovuq uyda yashayapman. Pastis alkashlar. Sen ovozingni eshitdik, pastga tush. Xo'p, hozir tushaman. O'zimga kerakli narsalarni olib olay. O'tiraversan pul cho'pimdir. Pulimni ham olib qo'yishi mumkin bu alkashlar aroq ichish uchun. Oy yaramas, bugun ijarangni to'laysan. Haliyam to'layman bugun. Tezlashtirib ijarangni to'la. Hay yaramaslar. Qandaysan faol? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Arog'im qayerga ketdi meni? Mana buni ichiga tushib. Bittada 9 ta aroq. Juda ham kerak bo'ladi. O'zimga ham biroz olib qo'yaman. Mana bu yerda ham yaxshi. Nima sen olib yuribsanmi aroqlarni? Bu ishni yashirmoqchiman men. Qanday qilib bunda oilangni tebratmoqchisan? Amallayman. O'zing bilasan. Dirring. Telefon bo'lyapti. Hozir gaplashamiz. Alo. Jamol senmisan? Ha, faol menman. Meni uyga kelib bitta. Xo'p, hozir. Jamol chaqirib qoldi-ku. Mana Jamol o'zi. Biroz shamollaganman. Ha, Jamol nima deysan? Seni uyingni rais sotibdi. Keyin bankka hamma joylarga pul to'ladi. O'sha yaramas raismi? Ha, u yaramas raisdan qachon qutulamiz bilmayman. To'g'ri aytasan. U raisdan ancha-muncha vaqtga qutulolmasak kerak. Qara, ko'chalarimizda qancha alkashlar to'lib ketgan. Qancha bomjlar to'lib ketgan. Uylar qurildi, lekin bomjlar ham ko'payib ketdi uy qurilganga yarasha. Oldingi qishlog'imiz zo'r edi. Ha, to'g'ri. Ishlashim oson edi. Faqat dehqonchilik edi. Hozirchi juda ham ko'p ishlar bor. Shamollaganmisan faol? Biroz shamolladim. Unaqa sovuq uyda yashab. Yordam berardimki, o'zimni ham boshqa qarindoshlarim bilan yotaman shu yerda. Rahmat senga o'z borligiga ham shukr. Bo'pti, mayli, sog' bo'l. Sog' bo'l o'zing ham. Bu yaramas. Raisdan bir amallab qutulishimiz kerak-da. O'sha normalniy butilkalar bo'pti. 2 kunlik haqqimdan unga to'lashim kerak edi. Hozir butilkalar sotib kelsam, ancha yaxshi daromad bo'ladi menga. Mana bu yerga tushib ketmay. Alkashlar ham to'lib ketgan bu yerlarda. Salom, yaxshimisizlar? Yaxshi emas. Butilka olib keldingmi? Ha, olib keldim. Sandiqqa tashlab ketaver. Xo'p. $22 butilka bor. $22. $22. Bo'ldi, oldim. Ketaver. Mana pulim bor. Yaxshigina, anchagina pulim bor. Hozir 2 kunlik ijara haqqimdan unga berishim kerak. Bugungi bilan kechagini to'lamagandim. Kecha qattiq mazmun bo'lmagani uchun ishga chiqmagandim. Ishga emas, bu butilka qidirishga chiqqanim. Pul topdingmi? Ha. Solib qo'y sandiqqa $20. Bu yaramasam pulga to'ymaydi. Ichgani. Bo'ldi, solib qo'ydim. Ketaver. Ketdimi?
o'zimni himoya qilishimga cho'pni olganman. Cho'p emas, endi tayoq olganman. Endi kerak bo'lib qoladi. Menga go'sht bera olasizmi? Ha, bosh, narsa olmoqchimisan? $8 pulim bor. Mana bu steak qancha? $5. Hozir sizga beraman. $5 ajratib olay pullarimni. Mana $5. Steakni olaveraymi? Ha, olaver. Bu steakni yeyman. Uyda faqat nonda o'z qolganda, non bilan birga biror nima yeyishim kerak. Mana bularni olib chiqishim kerak hali. Bu yerlarda butulkalar juda ham ko'payib ketgan. Alkashlar ko'p qishlog'imizda. Oldin yaxshi edi qishlog'imiz. Hozir to'la hamma yoq alkash bo'lyapti. Ko'chada ko'rgan odamingni hammasi ichadi. O'zim ham shu aroqqa o'tirib qolmasam bo'lgan. Mana butulkalarni ancha pulga soqqa qilaman. Anchagina ko'p butulkalar bor ekan shu yerda o'zida. Mana bu domni orqasiga ham o'tishimiz kerak. Ancha katta domda shu. Xudo xohlasa shu yerdan bitta uy sotib olaman. Hali ichlari qurilmagan-ku, o'zim biromonlab qurib olaman. Yo'q, butulkalarni cho'p bilan olamiz. O'zimga anchagina foyda qilib olyapman. Agar ancha ko'p butulka olib borsam, ancha ko'p pul bo'ladi. Eng qizig'i bu ana yerda ko'rayotgan bo'lishingiz, ana yoqda nimalar bor ekan, juda ham qiziqib ketyapman, lekin u yo'llarga yaqinlashmagan ma'qul. Katta bo'mish mafiyalar bo'lishi mumkin. Lekin ular juda ham boy. Bo'mishlik qiladi, lekin juda ham boy. Bo'mish ancha-muncha bo'mishlar ular qo'lda bo'ladi. Oddiy odamdan ancha farq qiladi ular. Oddiy boy inson, lekin bo'mish mafiya. Buni ancha ko'p bo'lib ketdi, butulkalar bo'lib ketdi. Ancha og'irlashib ham qoldi lekin sumkam. Olib borib sotib kelsam, bir kunimga yaraydigan anchagina pul yig'iladi. Ketdim. Hey, bosh, bu yoqdan o'tma. Sassiring kelyapti. Ha, senlarga ham ko'rsatib qo'yadigan kunim bo'ladi. Yaramaslar. Birovni bo'mish deyishga uyalmaydiganlar. Mana butulka olib keldim. 38 ta, 27 ta qolgan butulkalar bilan bir stak olsam bo'ladimi? Ha, olaver. Mana anchagina pul bor endi bizda. Oho, $64, $67 pulim bor. Ancha-munchaga yetadi bu.